Bu charchamaydimi? Yo'q, asal qizim o'zimi, erka qizim o'zimi. Bora ket, sen ket jon, endi. Siz deb nima ko'rdim? Boringiz keting. Dada, sizlar nima bo'ldi? Ikki bo'lmadi qizim. Hozir bovam chaqirib keladi. Chaqirma. Bovjon. Ha? Onam dadam tepdi. Nima? Hozir onang oyog'ini sindiraman, nimaga tepadi? Yur qani. Ha, kelin. Oyoqchangiz o'sdimi yo? Yeringiz tepasiz? Yo, boqib katta qilib o'tdingizmi bachani? Tepganim yo'q men uni. Ibi, tepdimi onang? Ha, tepdim, dadam yo'q. Ana, bacha aytib o'tdi, tayyor guvohcha. Nimaga tepdingiz? Nima tepganim o'g'lingizdan so'rang borib. O'g'lim, sen nimaga kelin bilan kelishmay o'tibsan? Kechqurun murchayotmishing, bugun navaram aytdi. O'zim ham jonima tegdi dada. Boshqa uy olaylik, boshqa bo'lib ko'chib chiqaylik, jonima tegdi. O'zi bitta o'g'lim bo'lsa, qayerga ko'chib chiqasan? Tushunmay turibdi o'zi. Ko'chasanlarmi? Salla tinjashan shuning uchun ko'chiraman, tush oldim. Tush. Ha, qara bacham. Mana bu Qarako'l tumanidagi Poykein turar joy majmuasi. Ana shu yerdan bitta 2 xonalik uy olib beraman sizlarga. Bu qimmat emasmi dada? Qimmat emas. Hozir Amazonda aksiya qilganlar. 30% lik. Har bitta metr kvadratiga 30% chegirma qilganlar. 8,5 millionda hozirda 5 million 250 ming. Ana shu yerdan bitta uy olib beraman, tamom sizlardan qutulaman, urush vaqti qilmaysizlar keyin. Menga qara bacham, undan tashqari bu yerdan uy olganingdan keyin seni farzandingga mana Poykein Qorako'l Ziyo o'quv markazida bepul til o'rgatadilar. Undan tashqari Poykein turar joy majmuasidan uy olasan, 50 metr uzoqlikda mana Poykein bog'chasi bor. Ana shu yerga farzandingni qo'yasan, 50% to'lovini o'zlari qilib beradilar. Zo'r ekan-a, dadajon? Ha, zo'r, o'ting, sizlar tegir narsa bo'lsa kelin, yeri tez-tez sanam. Menga qara bacham, undan tashqari manzili ham zo'r joyda joylashgan. Mana bu Qarako'l vokzal bor-ku, vokzaldan Buxoroga ketishda o'ng qo'lda mana yo'li yaqaginasida, tushunding? Ketdik.